Ustozim Abu Ali ibn Sinoning kindik qoni to'kilgan joyda shakllangan texnikumda jamoat sog'lomlashtirish texnikumida sizlarni bilim olishlaring bilan sizlarni tabriklayman. Sizlar baxtli insonlarsiz. Hammam beri kirib o'qimaydi. Allohning inoati bilan sizlar mana shu yerda ta'lim olasizlar. Bu umumiy aytadigan gapim. Men Buxorolikman. Kenjayev Ato Fatohovich kardiolog bo'lib ishlaydim. Ko'p yil keyin medinstitutda dars berdim. Ibn Sino ning tib qonunlari asosida darslik tuzdik, programma tuzdik, dars berdim. Bu narsalarni talqin qilib chiqib, analiz qilib chiqaman. Endi men bergan bugungi mavzuda yig'ilishimizdan maqsad nima? Qizlarim, bolalarim, bizlarning vazifamiz, tibbiyot xodimlarining vazifasi aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qilib, aholini kasalliklarini oldini olish. Ikkinchi qiladigan ishimiz bizlarning bu kasallangan bemorlarni davolash, sog'ligini tiklash, yo'qotilgan sog'ligini tiklash. Bugungi mavzumiz nima uchun bu narsa? Chunki agar masalan biz birinchi vazifani sog'lom turmush tarzini shakllantirib, odamlar kasalliklarini oldini olsak, jamiyat shakllanadi, jamiyat rivojlanadi, sog'lom kishilar shakllanadi. Davlatda mudofaa qudrati ko'tariladi. Unga ketadigan sog'liqni tiklash uchun ketadigan pul tejaladi. Bu davlat uchun katta ahamiyatga ega. Nafaqat davlatga, sizni cho'ntagingizga bu. Xalqni cho'ntagiga bu nima bo'ladi? Ekonom bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda. Bu bizning asosiy vazifamiz. Kasallikni davolash bu ikkilamchi. Bu. Endi noilojsiz endi uni davolash, u uchun xizmat qilish. Biz shu uchun ham sizlar ham shu narsani inobatga olib o'qiyotgan bo'lsalaring kerak deb o'ylayman. Sizlarning ham maqsadlaring shunday. Endi bu yerga sog'lom turmush tarzini shakllantirish, kasalliklarning oldini olish to'g'risida gap ko'p. Men Ibn Sinoning tib qonunlarida yozilgan haligi nimalardan tanishtiraman. Sog'lom turmush shaklini shakllantirish uchun aholida biz bilan siz targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak. Targ'ibot ishlarini. Bu yerga nima qilamiz? Birinchidan aholiga o'rgatish kerak. Nafas oladigan havoni toza saqlash, tozalash. Ikkinchi, ovqatlanish, odobiy, vaqti, me'yori to'g'risida. Keyin uning mijoz bilan to'g'ri kelmasligi, qaysi ovqat bilan qaysi ovqatni iste'mol qilmaslik. Ana bu to'g'risida biz so'z olib borishimiz kerak. So'z yuritishimiz kerak. Targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak. Endi bu to'g'rida men qisqacha gapiraman sizlarga. Ular sanab ketaman, lekin agar chuqurroq yondashmoqchi bo'lsangizlar, keyin domlam marhamat tashkil qiling, men kelib ularga ma'ruza o'qib beraman. Uchinchi qiladigan ish harakat va harakatsizlik. Harakat bu tanani qizdiradi, harakatsizlik tanani sovutadi. Uni me'yorda bajarish kerak. Qancha qilish kerak? Bu to'g'rida gap ketadi. To'rtinchisi bu uyqu. Uyquni rejalashtirish kerak. Ko'p uxlasang tanaga ho'llik o'rtadi, o'shanga yarasha kasallar splot befahmlikkacha olib boradi. Agar kam uxlasang miyani quritadi, jinnilikka olib boradi. Tushundinglarmi?